hisoblab beringchi menga. Nega sotasiz tinchlik? Uyamoqchiman. Uyamoqchisiz? Uydagilar xabar bormi sotayotganingizdan? Uyagandan ko'ra erga tegsiz bo'lmaydi. O'sha ekansiz. Erga tegish uchun sotyapman deb o'zi. Erga tegish uchun tilla sotish kerak ekan. Endi nima deysiz? Hozirgi erkaklar shunaqa bo'lib ketibdi. Ha, bular 585 pul ekan. Lekin mana bu soat mexanizmlari, mana oynalar hammasi minus bo'ladi. Bular 15981 chiqyapti. 15981. Soatingiz oynasi, toshlaringiz hammasini inobatga olganda 20 gramm minus bo'lib ketadi. Shunda 13981 chiqyapti. Bugungi kunda bejadagi narxdan kelib chiqib 585 pul bo'ladi. 1 million 50 mingdan bo'lyapti. Shunda 146 million 800 bo'lyapti. Men sizga 147 million tekstil beraman. Nima deysiz? Sal ko'taribroq bering. Bekorga kelmadimmi yoningizga? O'sha Instagramdan ko'rib kelganingiz uchun, o'z Instagramdan ko'rib keldingiz. 147 million qo'ydim tekst. 200 ming qo'shib berdim. 200 million. Mayli 147 500. Siz endi uylanishingiz kerak, ko'proq aytganda. 147 500 bo'ladi? Bo'ladi. Hozir men sizga pul sanayman. Bitta 100 million mana sanalgan bankga, upakovkada. Mana yana 100 million. Buni ochamiz. Sizga 148 million. Bitta 40 million, 30 million ekan o'zi. 40 million sanalgan upakovkada. Mana bundan hozir 2 million ajratib olamiz. Shunda 148 million bo'ladi. 2 million menga qoldi. Bu yerda 8 million. 148 million bo'ldi. Barakasini bersin. Rozi bo'ling. Chiroyli uylab olib, eson-omon uylab oling. Ilohim.